Assalomu alaykum. Bugundan boshlab sizlar bilan Excel Start kursini boshlaymiz. Excel Start kursimiz asosan Excel'da ishlashni noldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Ushbu kursimizda Excel'da ishlashni noldan boshlab bemalol mukammal jadval yasab, hisob-kitob qilishgacha o'rganamiz. O'zim haqimda tanishtiradigan bo'lsam, ismim Feruz, familiyam Narziqulov. 4 yildan buyon kompyuter soatxonlik va Excel kurslaridan dars berib kelmoqdaman. Hozirgi kungacha, ya'ni 2025-yilga kelib, 400 ga yaqin offlayn va 1600 ga yaqin onlayn o'quvchilarga dars berib kelmoqdaman. Excel Start kursimizda birinchi darsini boshlaymiz. Birinchi Excel dasturini bosh ekranga, ya'ni рабочий stolga olib chiqishni o'rganamiz. Buning uchun biza kerakli dasturni рабочий stolga olib chiqish uchun pastdan poyezd tugmasini ustiga bir marotaba bosamiz. Poyezdga bosganimizda bizada poyezd oynasi ochiladi. Ushbu oynaga bizga kerakli dastur, ya'ni Excel deb yozamiz. Excel yozganingizda o'ng tarafda Excel dasturini chiqarib beradi. Excel dasturi chiqqanidan so'ng o'ng tarafga e'tibor bersangiz, bizga pastga qaragan strelkasi bor. Windows 11 da o'ng tarafda, Windows 10 da esa o'rtada joylashgan bo'ladi. Shu strelkani bir marotaba bosadigan bo'lsak, bizada qo'shimcha komandalar oynasi ochiladi. Ushbu oynadan biza 3-da turgan, ya'ni Print к расположению fayl ustiga bir marotaba bosamiz. Bizaga kompyuterimizning C diskida joylashgan dasturlarni ochib beradi. Ya'ni ushbu dasturlar kompyuteringizga o'rnatilgan dasturlar hisoblanadi. Ko'p kishi shu joygacha keladi va Excel dasturini noto'g'ri рабочий stolga, ya'ni ish stoliga olib o'tadi. Ko'p kishi qiladigan xatolik bu: sichqonchani chap tugmasi bilan Excelni ushlab turishadi va chapga qarab surishadi. Bu yerda e'tibor bersangiz, men Excel dasturini olib o'tmoqchiman, lekin pastda copyright emas, permisted bo'lib o'tadi. Ya'ni permisted degani ish stolingizga o'tadi va bu yerdan o'chib ketadi. Buni to'g'ri olib o'tishimiz uchun har doim ustiga kelib sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bizada tepada copyright chiqadi. Shu copyrightni bir marta bosib kopya olamiz. Bu oynadan chiqib ketib, ish stoliga kelib sichqonchani o'ng tugmasini bir marotaba bosasiz, bizada Выставить komandasi chiqadi. Выставить komandasini bir marotaba bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek bizga Excel dasturini olib chiqib beradi. Ertaga siz Excel dasturidan boshqa bir dasturni ham olib chiqmoqchi bo'lsangiz, pastga kelib poyezdga yozasiz. Misol uchun men endi Word dasturini olib chiqmoqchiman. Word deb yozaman. Yana o'ng tarafdagi strelkasini bir marotaba bosib, bu yerda Print к расположению fayl ustiga bosib, pastda Word turibdi, ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bir marotaba bosaman-da, bu yerdan copyright olaman. Ikkisi bosib ketib, рабочий stolga kelib, sichqonchani o'ng tugmasini bosib, Выставить qiladigan bo'lsam, kerakli dasturni olib chiqib beradi. Endi biza bu dasturlarni ekranimizdan o'chirib yuborsak ham daryodan, ya'ni asosiy fayldan o'chib ketmaydi. Siz o'zingiz videoni pauzaga qo'yib, Word bilan Excelni xuddi shunaqa qilib olib chiqib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, ertaga рабочий stolingizda tartibsizlik yuzaga keladigan bo'lsa, biza kerakli dasturlarni pastga, ya'ni panelga olib tushib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga yordamli qilsak bo'ladi. Buni qilish uchun biza shu Excel dasturini ustiga kelib, sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda pastga panelga olib kelib qo'yib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, menga Excel dasturini panelga joylab berdi. Agar Wordni ham pastga olib tushmoqchi bo'lsangiz, Word ustiga kelib sichqonchani bosib turib, pastga panelga olib kelib qo'yib yuborasiz. Endi bu yoqdan bemalol Excel dasturini ustiga sichqoncha o'ng tugmasini bosib turib, удалить qilib o'chirib tashlasak bo'ladi. Удалить bosdim, o'chib ketdi ikkalasi ham. Pastda panelda turaveradi. Panel orqali Excel dasturiga kirib olamiz. Endi Excel dasturini ustiga sichqonchani 2 marta bosib, Excel dasturini ochib olamiz. Excel dasturiga kirganimizda birinchi bizada ushbu oyna ochiladi. Ushbu oynada e'tibor bersangiz, birinchi bizga pustay kniga, ya'ni yangi Excel faylini ochish turibdi. Ikkinchisida o'ng tarafida bizga tayyor Excelda tayyor shablonlar ro'yxati turibdi. Biz har doim noldan boshlashimiz uchun yangi Excel faylini ochish orqali yangi Excel faylini ochib olsak bo'ladi. O'ng tarafda tayyor shablonlardan ko'p holatda foydalanilmaydi. Qachonki biz formulalarni ishlatishni yaxshi tushunib olsak, ertaga ushbu shablonlardan foydalanib ishlatsak bo'ladi. Keyingisi последний, ya'ni oxirgi marotaba ishlatilgan Excel fayllarning ro'yxatini ko'rsatib turadi ushbu oynada.
Noldan boshlash uchun biza bu yoqdan "Пустые knigani" bosib ochib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir "Пустые knigani" ustiga bir marotaba bosasiz, bizada ushbu oyna ochiladi. Ushbu oyna, ya'ni Excel'ni interfeysi, ya'ni Excel'ni oynasi hisoblanadi. Tepada e'tibor bersangiz, vkladka va komandalar joylashgan. Biza birinchi ochib beradigan vkladka bu. Tepada e'tibor bersangiz, mana Главный vkladkasi hisoblanadi. Ya'ni Главный vkladkasi eng asosiy va eng ko'p ishlatiladigan vkladka hisoblanadi. Bu yerda har bitta vkladkaning ichida o'zini komandalari joylashgan. Keyingisi, bu yoqda e'tibor bersangiz, chap tomonda A1 turibdi. Xo'p, A1 degani, ya'ni poliimiya. Biza A ustunni birinchi qatorida turganimiz uchun tepada poliimiyada qaysi ustunda qaysi qatorda turganimizni ko'rsatib turadi. Ikkinchisi bu yerda ko'rsatib qo'yilgan bu stroka formula oynasi hisoblanadi. Stroka formula oynasi qaysidir sonni yoki qaysidir hisobotni, ya'ni itogini chiqardingiz, misol uchun 500 chiqqan bo'lsa, shu 500 sonini ustiga bossangiz, shu 500 soni qaysi formula orqali tortib kelinganini ko'rsatib turadi. Ya'ni biror bir ma'lumotni orqadagi formulasini ko'rsatib turadi stroka formula oynasida. Xo'p, ushbu oyna ma'lumot kiritiladigan yacheykalar oynasi hisoblanadi. Ya'ni yacheykalar joylashgan. Agar siz ertaga Wordda yoki PowerPointda ishlaydigan bo'lsangiz, Wordda oppoq list, PowerPointda ham oppoq list bo'ladi. Ertaga siz Excel'da ishlashni yaxshi o'rganib olsangiz, Wordda ishlash uncha muammo bo'lmaydi. Chunki tepadagi komanda va vkladkalarning ko'pi bir xil. Demak, ushbu oyna ma'lumot kiritiladigan yacheykalar oynasi hisoblanadi. Xo'p, biza hozir A1 da turganimiz uchun bu aktivniy yacheyka hisoblanadi. Aktivniy yacheyka degani bizaga ma'lumot kiritilishiga tayyor turibdi. Aktivniy yacheykaning cheti har doim ushbu ko'rinishda, ya'ni yashil belgi bilan belgilangan turadi. Hozir biror narsa klaviaturadan yozadigan bo'lsangiz, avtomatik shu yacheykaga yozib beradi. Keyingisi, pastda e'tibor bersangiz, listlarni ko'rsatish oynasi bor. Bizada hozir list bitta bo'lganining evaziga list 1 deb ko'rsatyapti. Keyingisi, biza hozir cheksiz tablitsa yasash oynasida turibmiz. Bu обычный rejim deyiladi. Ko'rib turganingizdek, pastda bizada обычный rejimda turibdi. Keyingisi, razmetka stranitsa bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yoqda tayyor A4 qog'ozini razmerini chiqarib beradi. Ya'ni bu yoqda ko'rib turganingizdek, tayyor A4 qog'ozini shablonini beradi. Shunga qarab tablitsa yasaysiz. Ko'p holatda bizga razmetka stranitsa oynasi kerak bo'lmaydi. Chunki pechat berayotganda biza обычный rejimda tablitsa yasab turib, keyin pechat beramiz. Keyingisi, uchinchi oyna страничный rejim bizada har doim printerdan asosan chop etishda ishlatiladi. Ya'ni bu ko'p holatda e'tibor bersangiz bizning ekranimizda siz hozir 3-rejimga o'tsangiz qora fon bo'lib qoladi. Menda endi tablitsa bo'lgani uchun страница 1, страница 2 turibdi. Ko'p holatda pechat berayotganda ma'lumot, ya'ni tablitsa bitta listga sig'may qoladi va ikkita qatori ikkinchi listga o'tib ketadi. Shu holatda страничный rejimga o'tiladi va страница 1, страница 2 orasidagi ushbu ko'k chiziq sichqoncha bilan bosib turib, o'ngga qarab tortiladigan bo'lsa, ikkita listdagi ma'lumotni bitta listga avtomatik o'zi qisqartirib sig'dirib beradi. Demak, страничный rejim asosan pechat berishda ishlatiladi. Buni tablitsani chop etishda alohida darsda ko'rib chiqamiz. Hozir pastdan yana обычный rejimga qaytib olasiz. Keyingisi, o'ng tarafda e'tibor bersangiz, pastki burchakda bizada masshtab joylashgan. O'rtacha razmer bu 100. Minusni bosadigan bo'lsak, tablitsaning ko'rinishini uzoqlashtiradi. Plyusni bosadigan bo'lsak, bizaga tablitsani masshtabini, ya'ni yaqinlashtirib beradi. Vkladkalar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Bizada eng ko'p ishlatiladigan va birinchi ochiladigan vkladka bu Главный vkladkasi hisoblanadi. Главный vkladkasi asosiy va eng ko'p ishlatiladigan komandalar vkladkasi hisoblanadi. Keyingisi Vystavka vkladkasi. Vystavka vkladkasi vizualizatsiya bilan ishlaydigan vkladka. Bunda siz diagramma, rasm, figuralar qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi razmetka stranitsa. Razmetka stranitsa interfeys bilan ishlaydigan vkladka. Bunda siz list ko'rinishini, o'lchamlarini
Varaqni chop etish sozlamalarini to'g'irlashingiz mumkin. Endi bizada asosan faqat A4 qog'ozda dokumentlarni chiqarganimiz uchun razmetka stranitsadan ko'p holatda foydalanilmaydi. Biza razmetka stranitsa komandalarini asosan printerdan pechat berayotganda avtomatik chiqarib olib, uni o'zimiz kerakli formatga o'zgartirsak bo'ladi. Demak, razmetka stranitsa asosan pechat berayotgan qog'ozimizni sozlamalarini to'g'irlasak bo'ladi. Keyingisi formula. Bu vkladkada asosan formulalar va vkladkalar mavjud. Bu yerda asosan formulalar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi xolos. Ya'ni bu yoqda tepada o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Mana avtosumma, последний har bittasini ustiga bosadigan bo'lsangiz, shu tekstlar bilan ishlash bo'yicha yoki bo'lmasa data и время bo'yicha ishlaydigan formulalarni ro'yxatini beradi, xolos bo'ldi. Lekin siz bularni ishlatishni bilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bizga formula vkladkasi uncha kerak bo'lmaydi. Keyingisi данный. Данный vkladkasi ushbu vkladkada, ya'ni katta baza bilan ishlash uchun foydali komandalar tarkib topgan. Katta deganda, ya'ni 100 qatorli, 30 qatorli tablisalar bilan emas, 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming qatorli katta bazadagi tablisalar bilan ishlashda bizga данный vkladkasi ko'proq kerak bo'ladi. Keyingisi retsenzirovание. Retsenzirovание ushbu vkladka orqali, ya'ni fayl, listga parol qo'yishingiz yoki yacheykalarga ma'lumot kiritishni cheklab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni ertaga siz misol uchun A ustunga tablisani qaysidir qismiga ma'lumot kirita olasiz va qolgan joylariga cheklov qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Boshqa bir odamga tashlab berganingizda ham boshqa odam faqat siz ruxsat bergan joyga ma'lumot kiritadi, qolgan joyiga tega olmaydi. Yoki bo'lmasam faylni tashlaganingizda faylga parol tegmasa, fayldagi ma'lumotlarni ko'ra olmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi vid vkladkasi. Ushbu vkladka orqali biza Excel oynasini ko'rinishini sozlamalarini to'g'irlasak bo'ladi. Ya'ni biza Excel oynasidan mana bu yerdan setkani kelib galichkasini olib tashlaydigan bo'lsam, ko'p turganingizdek setka bizada yo'q bo'lib qoladi, bu oppoq disk bo'lib qoladi. Setkani o'zi asosiy vazifasi ustun bilan qatorni ajratib ko'rsatadi. Ya'ni shu joyga bossam, bu yerda ko'rsatyapti, ustun ikkinchi qator. Ya'ni shu ustun bilan qatorni ajratishda kerak bo'ladi. Keyingisi stroka formula. Agar siz video vkladkasidan stroka formulani tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, bizga formula ko'rsatadigan oyna o'chib qoladi. Demak, bu oynaga ham shu yerdan galichka qo'yib hozir yoqib qo'yasiz. Qolgan vkladka, ya'ni spravka, Acrobat vkladkalari bu, ya'ni Adobe PDF fayllarni ochadigan dasturlarni o'rnatganingiz uchun chiqib qolgan. Ular bizga kerak bo'lmaydi. Asosiy vkladkalar shu vkladkalar hisoblanadi. Excel bilan qisqacha tanishib oldik. Endi asosiy darsni boshlaymiz. Birinchi bo'lib X'ni bosib, nesaqnayt qilib Exceldan chiqib ketasiz. Рабочий stolga chiqib olamiz. Men birinchi darsda sizga Telegram orqali yuborganman. Hozir shuni birato'la Telegramdan qanday qilib to'g'ri yuklashni o'rgatib ketaman. Xo'p, birinchi bo'lib biza har bitta darsni, ya'ni fayllarni tartibli saqlashimiz uchun ekranda bitta postoy papka, ya'ni Excel kursini papkasini ochib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Рабочий stolga kelib, ish stoliga kelib, sichqonchani o'ng tugmasini bir marotaba bosamiz. Bu yerda Sazdat chiqadi. Shu Sazdat ustiga olib kelsak, yana oyna ochiladi. Bu yerdan papka bo'limi bor. Shu papkani ustiga bir marotaba sichqonchani chap tugmasi bilan bosamiz. Bizda новая papka chiqadi. Новая papkani ichini o'chirib tashlab, Excel darsi deb qo'yamiz. Excel darsi. Va enter tugmasini bosamiz. Bizda ushbu papka ochiladi. Endi buni sichqonchani chap tugmasi bilan bosib turib, kerakli joyiga qo'yib olamiz. Videoni siz pauzaga qo'yib, ketma-ketlikda bajarib ketishingiz kerak bo'ladi. Papka ochib olgan bo'lsak, endi men sizga Telegram orqali yuborganman birinchi dars va uy vazifasini. Birinchi dars faylini ochish uchun Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizdan so'ng bizda mana ko'rib turganingizdek birinchi dars va birinchi uyga vazifa fayli bor. Ertaga ko'p holatda ko'p kishi shu fayl ustiga sichqonchani bir marta bosib, shu fayl ichini sirasi Telegramdan ochib ishlab, yana o'sha joyda saqlanib qilib ketadi. Bu xato bo'ladi. Ya'ni siz hozir shu faylni ochib, ichida ma'lumotlarni to'ldirganingizdan so'ng saqlanib qilib chiqib ketsangiz va yana boshqatdan Telegram ichini ochadigan bo'lsangiz, bu Telegram xotirasiga saqlangani uchun kiritgan ma'lumotlaringizni o'chirib yuboradi. Shuning uchun har doim birinchi faylni yuklayotganda shu birinchi dars faylini ustiga kelib, sichqonchani o'ng tugmasini bir marotaba bosasiz. Bir marotaba bosganingizdan so'ng bizda pastda сохранить как chiqadi. Shu сохранить как tugmasini ustiga bir marotaba bosasiz.
Bizada ya'ni qayerga saqlanib qilishni so'raydi. Bu yerdan chap tomondan рабочий stolni bir marotaba tanlayman. Рабочий stolda esingizda bo'lsa Excel darsi bor edi. Excel darsi degan papkani ustiga bir marotaba bosaman va pastdan saqlanitni bosaman. Menda endi qayta saqlanib qilayotganim uchun dani so'rayapti. Yana ustiga qo'yasam deb men dani bosib olaman. Sizda Excel darsi degan papkangizga tushdi birinchi dars fayli. Endi X bosib chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan so'ng bu yerdan Excel darsi papkasiga kiramiz. Bu yerda birinchi dars joylangan. Shu birinchi dars ustiga sichqonchani 2 marta bosib ochib olamiz. Bizga birinchi dars faylini ochib berdi. Har bitta internetdan va Telegramdan yuklangan Excel faylida tepada razрешит chiqadi. Shu razрешитni birinchi o'rinda bosishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bersangiz, bizada birinchi shu oyni ochiladi. Biza hozir pastdan Feruz Excel listida turibmiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek ko'plab listlar ochib hisob-kitob qilsak bo'ladi. Ya'ni 12 ta oyga hisob-kitobini qilish uchun 12 ta Excel faylni ochish shart emas. Ya'ni o'zimiz 12 ta list ochib bitta faylda ishlasak bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqdan pastdan hisoblash listiga o'tib olasiz. Hisoblash listida siz faqat ekranga qarab turasiz. Men Excelda hisob-kitob qildi farqi nimada va daftarda hisob-kitob qildi farqi nimada shuni bitta yacheyka orqali qisqacha tushuntirib beraman. Siz bu yerda hech qanaqa amalni bajarmaysiz. Xo'p, e'tibor bersangiz, bu yoqda konstavar market berilgan. Konstavar birlik i soni yozilgan. Ya'ni bu yerda daftar 10 ta, qalam 12 ta, ruchka 14 ta, qaychi 16 ta, penal 20 ta. Ya'ni bularni hammasini biza kalkulyatorda hisoblab daftarga yozadigan bo'lsak, buni hammasi qo'lda hisoblangan miqdori opshi 72 ta bo'ladi. Buni men qo'lda kalkulyatorda hisoblab daftarga yozdim. Endi pastiga shuni Excelda hisoblab ko'ramiz. Keldim, formula yozdim va kerakli qismini tanlab oldim, enter bosaman. Ikkalasi bir xil chiqdi. 72 ta bir xil chiqdi. Endi men pastda farqini topib qo'yaman. Ya'ni farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil hisoblab berdi. Lekin ertaga sizni sotuvingiz bor yoki bo'lmasa optimdan olib keladigan mahsulotingizni miqdori misol uchun yana olib kelishingiz mumkin. Misol uchun men daftar 10 ta bor edi, 5 ta sotsam 5 ta daftar qoladi. Shu 10 ni o'rniga kelib 5 yozib enter bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek men Excelda hisoblagan miqdorim avtomatik o'zi o'zgaradi. Yoki bo'lmasam penal 20 ta edi, men yana optimdan 10 ta olib keldim, bu 30 ta bo'ladi. 30 yozib turib enter bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek bizda Excelda hisoblagan, ya'ni formula orqali bir-birini bog'lagan ma'lumotimiz o'zi avtomatik bizga hisoblab beradi. Ertaga siz hozir bu yerda bitta yacheyka o'zgarganini ko'ryapsiz. Ertaga katta bir jadvalda siz ma'lumotlarni kiritib ketasiz. Qolgan bir-biriga ulangan ma'lumotlar o'zi avtomatik hammasi o'zgarib boradi. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi pastdan matematik amallar listiga o'tamiz. Ya'ni sichqonchani chap tugmasini bir marotaba bosamiz. Matematik amallar listiga o'tib olamiz. Xo'p, matematik amallar listiga o'tganimizdan so'ng bu yerda siz sichqoncha bilan ishlamaysiz. Iloji boricha sichqonchani olib qo'yib, klaviaturadan o'ngga, chapga, tepaga, pastga strelkalar yordamida yurishga harakat qiling. Men o'ngga yuraman. Ko'rib turganingiz bilan aktivniy yacheyka o'ngdan tepaga, tepadan pastga yuribdi. Xo'p, birinchi bo'lib natijani bitta pastiga kelib olaman. Xo'p, bu yerda siz qilish kerak bo'ladigan ish, ya'ni matematik amallar berilgan, son berilgan, amal berilgan, son berilgan. Bu yerda amal qo'shish ekan, biza 2 ga 2 ni qo'shib turib, natijasini bu yerga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Endi biza shu natijani pastiga kelib olgan bo'lsak, Excelda har doim biror bir amal yoki funksiya yozmoqchi bo'lsangiz, har doim bu barobar belgisidan boshlanadi. Birinchi kelamiz, barobar belgisini bir marotaba qo'yasiz. Barobar belgisi qo'yilgandan so'ng endi klaviaturadan chapga strelkani bosib turib chapga yurasiz. Ko'rib turganingizdek, ko'k rangda chapga yurib beradi. Songa kelasiz, ya'ni son 2 soniga kelib olasiz. 2 soniga kelgandan so'ng bizga amal plyusni klaviaturadan bosasiz. Klaviaturadan plyus belgisini bir marotaba bosdim. Plyus bosganimdan so'ng endi men son 2 ga kelishim kerak. Ko'p holatda ko'p kishi
mana bu yoqda turibdi deydida, plus bosgandan keyin 10 ga yuraman deydi. Yo'q, bu yerda e'tibor bersangiz tayoqcha yonib turibdi, yana shuni o'ziga qaytib keladi. Endi strelka bilan yana bitta chapga yurasiz. Ikkini tanlaysiz. Ikkini tanlaganingizdan so'ng enter tugmasini bir marotaba bosasiz. Javobi 4 chiqdi. Endi xuddi shu narsani o'zingiz boshqatdan qilasiz va pastlariga 2 dan 2 ni ayirasiz, 2 2 ni ko'paytirasiz, 2 ni 2 ga bo'lasiz. Hammasini pastgacha ishlab bo'lgan bo'lsangiz, xo'p, endi tepaga 4 ga chiqamiz. Bu 4 aslida biza 2 2 ni qo'shganimiz uchun emas, biza bu yerda D6 yacheykaga qo'shdik, F6-yacheykani, ya'ni F ustundagi 6-yacheykani qo'shdik. Endi biza bu yerda formula yozganmiz, shu ikkita yacheykaga qandaydir son yozilishidan qat'iy nazar, ya'ni bizaga ikkala sonni bir-biriga qo'shib ber dedik. Ya'ni endi biza mana shu 2 ga kelib turib, birinchi sondagi 2 ga kelib turib, o'chirishingiz shart emas. 10 yozib enter bossangiz, mana bu yoqdagi formula o'zi avtomatik o'zgaradi. Ya'ni barobar qilib biza bir-biriga ulaganimiz uchun. Yoki bo'lmasam, ayirishga kelib turib, men sichqoncha bilan ko'rsatyapman, lekin siz strelka orqali yurishga harakat qiling. 2 ga keldim, bu yerga kelib 10 yozib enter bossam, o'ng tarafi o'zi avtomatik 8 bo'ladi. Demak, biza o'zimiz birinchi formulani o'zimiz yasab olishimiz kerak bo'ladi. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi pastdan darslik listiga o'tamiz. Darslik listiga o'tganimizdan so'ng, sichqoncha bilan chap tugmasini bosish orqali darslik ustiga o'tamiz. Endi strelkani tepaga bossak, bizaga market tablisasini ochib beradi. Misol uchun, men dars davomida sizga mana bu yerda bunaqa qilasiz, bu yerda bunaqa qilasiz deb tushuntirishim mumkin jadvallarda. Lekin siz ertaga biror bir ishxonani hisob-kitobini qilayotganingizda sizga tayyor jadval yuboriladi va siz uni shartini o'qib ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu holatda, ya'ni bizada berilgan market tablisasi berilgan. Birinchisi shartida nomi deyapti. Bizada daftar, birligi donada, do'kondagi tovarlarning umumiy miqdori. Do'konda bor ekan 100 ta daftar. Ikkinchi, 4-chi ustunda, ya'ni dekabr oyidagi savdo miqdori. Dekabrda sotilibdi 13 ta. Yanvar oyidagi savdo miqdori. Yanvarda sotildi 16 ta. Fevral oyidagi savdo miqdori. Fevralda sotildi 19 ta daftar sotildi. Endi biza mana bu tepadagi shartini o'qib ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi bizdan so'raydigan narsasi barcha oylardagi savdo miqdorlarini so'rayapti. Ya'ni barcha oylardagi savdo miqdorlarini so'raganda bizada option nechta oy bor? Bizada 3 ta oy bor. Ya'ni 3 ta oyni bizaga yig'indisini so'rayapti. Ko'p holatda ko'p kishi 100 dan 3 ta oyga ayiraman deydi. Yo'q. 3 ta oyga ayirsangiz bu assadga bo'lib qoladi. Bizadan faqat 3 ta oyni yig'indisini so'rayapti. 3 ta oyni yig'indisini hisoblash uchun barobar qo'yamiz. Strelkadan klaviaturadan chapga yuramiz, 13 ga kelamiz. Klaviaturadan plus, yana strelka bilan chapga 16 kelamiz. 16 ga kelgandan so'ng yana plus, endi 19 ga kelamiz. Oxiriga kelgandan so'ng klaviaturada enter tugmasini bosasiz. Enter. Javobi 48 chiqdi. Agar mabodo ertaga barobar qildingiz, dekabrga keldingiz plus, yanvarga keldingiz plus, fevralga kelib yana plus qilib adashib enter tugmasini bossangiz, bu xato ketmaydi. Ushbu ko'rinishda oyna ochiladi. Ya'ni qo'shimcha amal qo'yildi. Uni o'zing o'chirasanmi yoki o'zim o'chirib beraymi deb so'raydi. Dani bossangiz formula to'g'ri ketadi. Agar netda bossangiz, ya'ni o'zingiz oxiridagi plusni o'chirishingiz kerak bo'ladi. Biz dani bosish uchun yana klaviaturada enter tugmasini bir marotaba bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizaga 48 javobini chiqarib beradi. Xuddi shunaqa qilib barobar qilib, siz 3 ta oyga plus qilib bitta hammasini pastgacha ishlab tushishingiz kerak bo'ladi. Birinchi darsda bittalab ishlaymiz, ya'ni formulani yaxshilab tushunib olish uchun. Keyingi darslarda buni tezroq ishlashni o'rgataman. Hozir pastgacha ishlab tushishingiz kerak bo'ladi. Pastgacha ishlab bo'lganingizdan so'ng endi jamiga tushib olamiz. Jamini hisoblash uchun endi bu yerga ham barobar qo'yamiz-da, biz tepadagi hisoblarni chiqarish uchun chapga yurgan bo'lsak, endi klaviaturani tepaga strelkasi orqali tepaga chiqamiz. 48 ga plus bosamiz.
Keyin 54 ga chiqamiz. Yana plyusni bosamiz 60 ga. Har bittasiga plyus bosib qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersangiz, bu yerda adashib ketmasligi uchun alohida ranglarga ajratib beryapti. Plyus, plyus, plyus. Oxiriga 48 ga kelgandan keyin enter tugmasini bosasiz, bu yerda o'zi to'g'ri bajarildi degan yozuv chiqadi. Agar mabodo ertaga nimadir xato bajaradigan bo'lsangiz, pastda noto'g'ri deb chiqaradigan qilib qo'ygan biza. Agar mabodo ertaga shu yerda xato chiqadigan bo'lsangiz, 557 ga kelasiz. Boshqatdan barobar qo'yib ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar qaysidir yachekani agar 2 marta qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, shu 606 ni ustiga kelsangiz, tepada mana bu yoqda ketma-ketligini bitta tekshirasiz. Mana X ustunni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 gacha, ya'ni to'g'ri ketgan. Ya'ni mana 19-qatordan, bu yoqda 10-qatordan boshlangan 19-qatorgacha. Ya'ni ketma-ketligi to'g'ri bo'lsa, bu yerda ya'ni to'g'ri ketgan bo'ladi. 606 chiqqan bo'lsa, endi pastdagi ikkinchi tabletsamizga o'tamiz. Endi ikkinchi tablitsada ko'proq ma'lumot berilgan. Birinchisi, mahsulotimiz nomi limon ekan. Birligi kilogrammda. Do'kondagi mahsulotlarning umumiy miqdori do'konda bor ekan 100 kilo limonimiz bor. Do'kondagi mahsulotning umumiy summasi 2 300 000 so'm. Tovarning bir donasining narxi 23 ming deb ko'rsatyapti. Endi biz savdo qildik. Dekabr oyidagi savdo miqdori 13 kilo sotdik, yanvarda 16 kilo sotdik, fevralda esa 19 kilo sotdik. Keyingi shartida dekabr oyidagi savdo summasini so'rayapti. Demak, dekabr oyidagi savdo summasini topish uchun bizada dekabr oyida nechta sotganimiz bor, ya'ni 13 kilo sotgan biza. Kilosini, ya'ni bir donasini, 1 kilosini narxi bor bu yoqda. 1 kilosini narxi 23 ming so'm turibdi. Biza shuni summasini topish uchun birinchi barobar qo'yamiz. Barobar qo'yganimizdan so'ng bizada dekabr oyida qancha sotganimiz aniq 13 kilo. Uni ko'paytiramiz. Strelka bilan yana chapga yuramiz. 23 mingdan, ya'ni 1 kilosining narxi 23 ming so'mdan. 23 mingga kelib enter bosadigan bo'lsam, dekabr oyida 299 minglik savdo bo'lgan. Endi videoga pauzaga qo'yib, o'zingiz pastgacha ishlab tushishingiz kerak bo'ladi. Oxirini ishlab bo'lgan bo'lsangiz, endi yana tepaga chiqasiz. Endi bizga yanvar oyidagi savdo summasi. Endi yanvar oyiga barobar qo'yamiz. Yanvar oyida sotdik 16 kilo. Uni ko'paytiramiz. Yana chapga yuramiz strelka bilan 23 mingni. Enter bosadigan bo'lsak, yanvar oyidagi savdo summasi 368 ming so'm bo'ldi. Endi yana videoni pauzaga qo'yib, buni pastgacha ishlab tushishingiz kerak bo'ladi. Yanvar oyidagini ham hisoblab bo'lgan bo'lsangiz, endi fevral oyiga o'tamiz. Endi fevral oyidagi savdoga barobar deymiz. Fevralda sotganimiz 19 kilo. Uni ko'paytiramiz. Bir donasini narxiga, ya'ni 23 mingga. Strelka bilan chapga 23 mingga kelaman va enter tugmasini bosaman. Buni ham pastgacha to'ldirib ishlab olasiz. Fevral oyini tugatgan bo'lsangiz, endi 12-ustun. 12-ustunda do'kondagi qolgan tovarlarning qoldiq miqdorini so'rayapti. Ya'ni bizada do'konda bor edi, jami 100 kilo limon bor edi. Biza sotdik, dekabrda sotdik, yanvarda sotdik va fevralda sotdik. Endi do'konda qolgan ostatga miqdorini so'rayapti. Demak, birinchi bu yerga kelib barobar belgisini qo'yamiz. Bizada bor edi 100 kilo. 100 kilogacha strelkani chap tugmasini bosib 100 ga kelib olamiz. Endi minus bosamiz klaviaturadan. Minus qilamiz. Birinchi bo'lib dekabrda sotganimiz 13 kiloni. Keyin yana minus qilib yana chapga yurib kelamiz. Yanvar oyida 16 kilo sotgan biza. Yana minusni bosib, endi fevral oyiga kelamiz. Fevral oyiga kelganimizdan so'ng enter tugmasini bir marotaba bossak, bizga jami 52 kilo limon qolibdi. Endi xuddi shu narsani yana videoni pauzaga qo'yib, pastgacha to'ldirib olamiz. Do'kondagi qolgan tovarlarning qoldiq miqdorini pastgacha ishlab bo'lgan bo'lsangiz, endi 13-ustunni ishlashga o'tamiz. Bu yerda do'konda qolgan tovarning qoldiq summasini so'rayapti. Bizada do'konda jami qoldiq miqdori 52 kilo limon qolgan. Bizga miqdori aniq 52 kiloligi. Endi biza buni sotganmiz necha puldan? 23 ming so'mdan sotganmiz 1 kilosini. Endi buni summasini topish uchun barobar qilamizda 52 ga kelamiz.
uni ko'paytiramiz. Yana stilka bilan chapga yurib, necha puldan? 23 mingdan sotyapmiz. Enter tugmasini bossak, bizaga 52 kilo limon qolgan va 1.196.000 so'mlik tovar qolganini ko'rsatib beryapti. Endi buni ham videoni pauzaga qo'yib pastgacha ishlab olasiz. Pastgacha ishlaganingizdan so'ng, endi yana oxiriga tushib, biza jamini tepadan pastga qo'shib tushishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi barobar belgisini qo'yamiz. Tepaga chiqamiz, plus bosamiz, 1.196.000 ga qo'shamiz, 920 mingni, yana plus, keyingisiga qo'shamiz 1.80 ming, yana plus. Har bittasiga plus qilib qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Oxiriga 800 mingga kelgandan keyin enter tugmasini bossak, to'g'ri bajargan bo'lsak, bizga to'g'ri bajarildi degan yozuv chiqadi. Shu joygacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi pastdan yacheyka listiga o'tamiz. Pastga kelaman, yacheyka listiga sonchani chap tugmasi bilan bir marotaba bosaman. Bizga yacheyka listiga o'tib beradi. Xo'p, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, bizada tablitsa berilgan, lekin tablitsani 4-ustunida bizga rishotka, 6 va 7, 9 ustunlarda ham rishotka belgisi chiqib qolgan. Rishotka belgisini chiqishining sababi bu yerda ichidagi sonlar katta bo'lgani evaziga sig'may qolgan. Buni orasini ochishni har xil yo'llari bor. Birinchi yo'li E bilan F ustunni orasiga olib keladigan bo'lsak, mana tepaga olib chiqasiz. Sonchani olib kelasiz bu yerga. Sonchani olib kelsangiz, o'ngga chapga stilga chiqadi. Sonchani chap tugmasini bosish orqali o'ngga qarab tortasiz. O'ngga qarab tortsangiz bizga ochib beradi. O'ngga qarab tortish bu biza xohlagancha tortsak bo'ladi. Bu biza xohlagan razmerda orasini ochib beradi. Agar yo'q, o'zini razmerida ochib bersin desangiz, shu chiziqni ustiga kelib, sonchani chap tugmasini 2 marotaba tez bosadigan bo'lsangiz, ya'ni o'zini razmerida ochib beradi. Lekin buni ham yana bitta minus tarafi bor. Minus tarafi deganda ertaga xuddi shunaqadan 100 ta ustun bo'lsa, har bitta ustunni biza orasini ochib chiqsak, ya'ni ko'p vaqt yo'qotamiz. Buni bittada ochib olish yo'li bor. Xo'p, buni bittada ochib olish uchun birinchi daftar ustiga bir marotaba bosamiz. Endi klaviaturadan Ctrl, ya'ni Ctrl A tugmasini bir marotaba bosasiz. Ctrl A ni bosganimizda bizda butun jadvalni tanlab oladi. Endi klaviaturada yana bir marotaba Ctrl A tugmasini bossak, bizda butun jadvalni tanlab oladi. Butun jadvalni tanlab olgandan so'ng, endi o'ng tarafda tepaga e'tibor bersangiz, o'ng tarafga tepaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda format komandasi bor. Shu format komandasini ustiga sichqonchani chap tugmasi orqali bosasiz. Bu yerda pastda avtopad bor, shining stalbsa bor. Shuni ustiga sichqonchani chap tugmasi bilan bir marotaba bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizga avtomatik hamma ustunlardagi sig'magan sonlarni o'zi yoyib beradi. Videoni pauzaga qo'yib, o'zingiz ham bitta takrorlab ko'ring. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi pastdan R1 S1 listiga o'tamiz. R1 S1 deganda, ya'ni bizda e'tibor bersangiz, tepadagi har bitta ustun A, B, C da, ya'ni harflardan tashkil topgan. Ayrim bir holatda bu raqamga o'zgarib qoladi va formulalarni o'qish qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni qaysi holatga o'zgarib qoladi. Ko'rib turganingizdek, bizda ko'p holatda mana bunaqa raqamga o'zgarib qolishi mumkin va bu yerda formulalarni, yacheykalarni o'rnini topishda qiynalib qolasiz. Endi ertaga sizda ham shunaqa holat kuzatilsa, buni qanday to'g'rilaysiz? Xo'p, bu yerda ham yozib qo'yilgan, ya'ni 5 ta komanda orqali to'g'rilasa bo'ladi. Birinchisi, tepadan fayl vukladkasiga kiramiz. Fayl ustiga borib sichqonchani chap tugmasini bir marotaba bosasiz. Pastda durgiy yoki parametr chiqadi. Agar durgiy bossangiz, durgiyning ustiga bosganda bizda parametr oynasi ochiladi. Shu parametr oynasi ustiga sichqonchani chap tugmasi bilan bosamiz. Bizda parametr oynasi ochiladi. Ushbu oynadan bu yerdan formula bo'limiga o'tamiz. Formula bo'limiga o'tganingizdan so'ng Работа с формулами da, ya'ni stilsilik R1 S1 ga galichka qo'yilgan bo'ladi. Shu galichkani bir marotaba olamiz va pastdan sichqonchani chap tugmasi bilan oq tugmasini bosadigan bo'lsak, ya'ni bizga asl holatiga qaytadi. Ya'ni A, B, C, D, ya'ni harflar holatiga qaytadi. Har doim harflar holatida turgani yaxshi. Ertaga formulalarni yozayotganda yacheykani qaysi ustunni qaysi qatorida turganini topib olish oson bo'ladi. Demak, daftarga ham yozib olsangiz bo'ladi. R1 S1
ustundagi harflarni raqamga o'zgartirish deb yozib olasiz. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi pastdan avtomatik saqlash listiga o'tasiz. Avtomatik saqlash nima uchun kerak bo'ladi? Ko'p holatda statsionarli kompyuterlarda Excel'da ishlab turgan holatingizda svit o'chib qolsa, kiritgan ma'lumotlaringiz o'chib ketadi. Avtosaqlanganini yoqib qo'ysak, ya'ni har bitta ma'lumot kiritganimizdan so'ng 1 minut yoki 3 minut qo'yib qo'ysak, o'zi avtomatik 1 minut o'tganida o'zi faylni saqlanib bosib miyasiga saqlab qo'yadi. Noutbukda endi ko'p holatda o'chib qolgan taqdirda ham noutbukning ichida batareykasi bo'lgani sababli o'zi yana davom ettirib ketsa bo'ladi. Endi avtosaqlanganini qanday yoqamiz? Avtosaqlanganini yoqish uchun tepadan birinchi bo'lib fayl vkladkasiga kiramiz. Pastdan yana durgi chiqadi. Durgining ustiga bosib parametr bo'limiga kiramiz. Parametr bo'limiga kirganimizdan so'ng bu yerdan сохранение bo'limiga o'tamiz. Сохранение bo'limiga o'tganingizda bizda avtosaqlanение каждый 1 minut turibdi menda. Sizlarda ko'p holatda hamma kompyuterda 10 minut turgan bo'ladi. Siz bu 10 minutni o'chirib tashlaysiz va bu yerga 1 deb yozib, pastdan ok tugmasini bosasiz. Ok tugmasini bosganingizdan so'ng endi bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi, har safar kirib bosishingiz shart emas. Endi har bir ma'lumot kiritganingizda Excel dasturi o'zi сохранить bosib ketadi. Ya'ni har 1 minutdan keyin o'zi kiritgan ma'lumotingizni saqlab boradi. Ya'ni alohida papka ochib сохранить qilmaydi. Ya'ni shu faylingizda o'zida kiritgan ma'lumotni shu faylda o'zida saqlab boradi. Endi biza shu avtosaqlaniyani 1 minutga qo'yib yoqqanimiz evaziga, ya'ni ertaga misol uchun biz X bosganimizda saqlanit yozuv chiqadi. Adashib ne saqlanit qilib yuborgan fayllarimizni ham tiklash imkoniyatini beradi. Ya'ni ne saqlanit qilingan fayllarni qanaqa ko'rsa bo'ladi. Bu yerda faylga kirasiz. Faylga kirganingizda bu yerda svedeniya bo'limi bor. Svedeniya bo'limiga o'tganingizda, mana biz avtosaqlaniyani yoqqanimizga bu yerda har 1 minutda kiritgan ma'lumotimizni o'zi saqlab boradi. Управление knigani ustiga bir marotaba bossangiz, bu yerda восстановить не сохранение kniga turibdi. Shuni ustiga bossangiz, ertaga siz X ni bosib, ne сохранить bosib ketgan fayllaringizni ro'yxatini ochib beradi. Ya'ni mabodo ertaga сохранить emas, ne сохранить tugmasini bosib yuborsangiz, shu yerdan biza boyangi avtosaqlaniyani 1 minut qo'yganimiz evaziga shu yerdan qayta tiklab olsak bo'ladi. Bu yerda men atmeni bosaman. Bugungi darsimiz shu. Endi uyga vazifani qanday ishlashni o'rgataman. Xo'p, endi bu fayldan X bosamiz. X bosgandan so'ng bizda сохранить, ne сохранить chiqadi. Biz сохранitni bosamiz. Ya'ni kiritgan ma'lumotlarimiz shu papkada, ya'ni shu fayl o'zida сохранить bo'ladi. Endi yana Telegramga kiramiz. Telegramga kirganda endi uyga vazifa faylini yuklab olamiz. Endi uyga vazifa faylini ustiga kelib, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Сохранить как yana сохранить как qilganimizdan so'ng bizda avtomatik Excel darsini papkasini ochib oladi. Chunki boya birinchi сохранить qilganimiz evaziga bu eslab qoladi. Рабочий stol Excel darsi papkasida turibdi. Bu yerdan сохранitni bir marotaba bosaman. Ekranimga сохранить bo'ladi. Endi Telegramdan chiqib ketamiz. Excel darsiga kiramiz. Birinchi uyga vazifa faylini ochamiz. Uyga vazifani ishlash tartibini tushuntirib beraman. Xo'p, uyga vazifada 5 ta topshiriq beriladi. Hozir pastda Ferzi Excel o'zida turibdi. Bu yerdan 01-listga o'tamiz. Sichqonchaning chap tugmasini bosamiz. 01-listga o'tgandan so'ng, xo'p, bu yerda tablitsa berilgan. Demak, ketdi. Birinchisi nomi berilgan limon, birligi kilogramda. Do'kondagi tovarlarning umumiy miqdori 100 kilo limon bor. Dekabrda 13 kilo sotildi, yanvarda 16 kilo sotildi va fevralda 19 kilo sotildi. Bizda oxirida darsda ishlaganimizdek barcha oylardagi savdo miqdorlarini so'rayapti. Endi biza barcha oylardagi savdo miqdorlarini topish uchun barobar qilaman. Ya'ni bu yerda 13 kilo sotganman dekabrda, yanvarda 16 kilo sotganman plus qilaman va oxirida fevralga kelgandan so'ng enter bossam chiqarib beradi. Xuddi shunaqa qilib pastgacha ishlab olasiz. Pastgacha ishlab bo'lganingizdan so'ng bu yerga eng oxiriga barobar qilib tepadan pastga qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni barobar qilib turib har bittasini plus qilib birinchi darsda o'tganimizdek qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hammasini to'g'ri ishlasangiz bizda tepada parol chiqadi 103. Agar mabodo noto'g'ri ishlasangiz, o'zi pastda mana noto'g'ri deb aytadi.
Endi to'g'ri ishlagan bo'lsangiz, bizada parol chiqadi dedim. Ya'ni parol 103. 103 parol bu ikkinchi diskka o'tganingizda, ikkinchi topshiriqni bajaraman deb barobar qo'ysangiz, bu yerda birinchi parollaydi deydi. Ya'ni siz birinchida ishlagan parolingizni ikkinchiga kiritishingiz kerak bo'ladi. Endi men kelib 103 deb enter bosadigan bo'lsam, endi barobar qilib yozishga ruxsat beradi. Agar siz birinchisini topolmasangiz, ikkinchisiga, ikkinchisini ishlolmasangiz 3ga, 3ni ishlolmasangiz 4ga, 4 ishlolmasangiz 5-chi diskka o'ta olmaysiz. Ya'ni har bittasini ishlasangiz, keyingi diskka o'tish uchun sizga parol beradi. Va oxirida 5-chi diskda ishlaganingizda, ikkinchi darsimizda endi faylimizning o'zida parol bo'ladi. Siz ikkinchi dars faylini ochib olishingiz uchun bu yerda uyga vazifada ikkinchi dars faylini parolini beradi. Agar siz ushbu parolni ola olmasangiz, ikkinchi dars faylini ocha olmaysiz. Shuning uchun biza 5-chi diskni to'liq ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Qandaydir savollar bo'lsa, Telegram orqali bemalol bersangiz bo'ladi.